Bu darsimiz orqali kompyuter foydalanuvchisini sozlashni, kompyuter foydalanuvchisiga parol qo'yishni, ya'ni kompyuterga parol qo'yishni, kompyuterda bir nechta foydalanuvchi yaratishni o'rganib chiqamiz. Buning uchun biz panel управлениyaga kiramiz. Uchinchi zapisga kiramiz. Semyi и другие пользовательga kiramiz. Kirganimizda qaranglar, birinchi hozir yangi pользователь yaratib olamiz, ya'ni yangi foydalanuvchi yaratib olamiz. Buni tanlaymiz. Ish qo'yinida esa eng oxirgisini tanlaymiz. Imyasini yozamiz. Imya IT kurslar.uz. Parol, agar parol kerak bo'lsa parol qo'yib qo'yasizlar. Menga parol kerak emas, dalay qilaman. Mana IT kurslar yangi pользователь yaratildi. Endi biz o'zimizda bor foydalanuvchiga parol qo'yishni o'rganamiz. Qanday qilamiz? Kursga kiramiz. Kirganimizdan keyin donda hozir ko'raychi, donda bormi yo'qmi? Demak, yo'q ekan, biz ungacha bo'lgan yo'lda tanlab kirib olamiz. Mana uchinchi zapisga kiramiz. Uchinchi zapisga kirib upravleniyaga kiramiz. Mana upravleniyaga kirgan ko'rlaymi? Ikkita bo'lib qoldi endi. Boya bitta edi agar bilsalaring. Biz birinchisini tanlaymiz. Birinchisini tanlaganimizda bu nomini o'zgartirish, ya'ni bu nomni o'zgartirish, bu parolni qo'yish sizlarda boshqacha, menda esa sal boshqa chiqadi, chunki menda parol qo'yilgan. Bu parol qo'yish, menda hozir o'zgartirish turibdi. Kirasizlar, kirganingda hozirgi parol bu yangi parol va yangi parolni qaytarish. Mana bu joyga ishni yozib qo'yinglar, chunki bu parol terayotgan payt ko'rsatgan yozuv. Orqaga qaytamiz. Orqaga qaytganimizdan keyin boshqa sozlama yo'q bunda. Bu faqat boyagi joyimiz.